Assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshi mislar, tan joylaringiz sog'. Mana kecha Sanjarbek jenchamiz mana Chindirga ketdi. Mana kecha qo'yib keldi, kecha shomda. Juda ko'pchilik hamdardlik bildirdi, hammalarga rahmat. Mana Pataga keldik. Endi bunani yaratmasin. Endi kecha ko'pchilik nima bo'ldi, nima qo'ydi deb juda ko'pchilik tushunmagan insonlar ham bo'ldi. Yangi kirgan insonlar ham bo'ldi-da. Bu bola o'zi kim, nima bo'lgan deb ko'pchilik so'radi. Endi harakat qilamiz sizga sizlarga bugun xudo xohlasa to'liq ma'lumot berishga. Assalomu alaykum. Salomat. Bugun kecha janoza kuni edi. Bugun patxonlikka keldik. Bu narsani sal bo'lsa-da oydinlik kiritish uchun. Hozir kirganimizdan keyin to'liq nima holat bo'lganini yo'q. Sharoitga qaraymiz. Sharoitga qaraymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق من شر ما من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم سبحان الله ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. O'tganlarimizni g'aribga rahmat shosiya jannat qilsin. Yotgan joylarini jannat bog'chalaridan qilib to qiyomatgacha rohat farog'at qilsin. Allohim barchalarimizni o'zidan begona qilmasin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar.